O'zbekiston Respublikasi Nuroniy jamg'armasi boshqaruvi hamda bir qator hamkor tashkilotlar tomonidan faol nuroniylar o'rtasida o'tkazib kelinayotgan bir nuroniy 10 yoshga mas'ul ko'rik-tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. O'ziga xos an'anaga aylangan mazkur tanlov tafsilotlari haqida muxbirimizning hozirgi reportajida tanishasiz. Jamiyatimizning ijtimoiy-ma'naviy hayotida yuz berayotgan o'zgarishlar, tizimli ishlarda mahalla va oilalar tinch totuvligi, hamjihatligini ta'minlash, yoshlar tarbiyasi, ular o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashishda muhtaram prezidentimizning nuroniylarga bildirayotgan yuksak ishonchi ularga kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat bermoqda. Bugun jamiyatimizning qaysi jabhasiga qaramang, albatta faol nuroniylarning fidoyiligi va jonkuyarligini his etish qiyin emas. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 19-yanvardagi mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda 2023-yil 11-martdagi keksa avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda ularning ijtimoiy faolligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlarda nuroniylarning jamiyat hayotidagi faolligini oshirish, yoshlar tarbiyasida ularning boy hayotiy tajribasidan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan. Prezidentimiz tashabbusi bilan o'tkazilayotgan bir nuroniy 10 yoshga mas'ul ko'rik tanlovi ham an'anaga aylandi. Bu galgi respublika bosqichi aynan Namangan viloyatida o'tkazilayotgani ham bejiz emas. Boisi Namanganda ham bu borada o'ziga xos tajribalar to'plangan. Har bir mahallada keksalar maslahati guruhi faollari bir nuroniy 10 yoshga mas'ul tamoyili asosida o'zlari yashab turgan hududda davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda olib borayotgan sa'y-harakatlar tufayli tarbiyasi og'ir, ma'naviy ko'makka muhtoj, uyushmagan, ishsiz yoshlarning, ajrim yoqasida turgan yosh oilalarning muammolarini hal etayotgani esa quvonarli. Tanlovning respublika bosqichi ochilish marosimida so'zga chiqqanlar bu borada amalga oshirilayotgan ishlar samarasiga alohida to'xtaldilar. Shundan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar mahallalari g'oliblari birinchi tanishtiruv sharti bo'yicha bellashdilar. Xalq ichida bir necha yillab olib borgan halol pokiza mehnatini yoshlarga namuna qilib ko'rsatyapti. Biz keksalar mana shu davrada birlashib turibmiz. Xalqimizga, elimizga, yurtimizga, mana shunda buyuk davlatimizga xizmat qilish uchun birlashyapmiz. Men mehnat qilayotgan Jarqo'rg'on tumanidagi eski qishloq mahallasiga menga berkitilgan 10 ta yoshni berkitib qo'yibdi. O'z faoliyatim davrida ishsiziga ish berdim. Ish topolmay yurganini yangi ishga taklif qilib bularni hayotga faolligini kengaytirdim. Bularni hammasini men mehnatga yo'lladim. 14 nafar ishtirokchi mazkur tamoyil asosida olib borayotgan ishlari va ularning o'ziga xos samaralari, ish tajribalarini ko'rsatib berishdi. Ikkinchi shartda ular tomonidan tayyorlangan albomlar hay'at tomonidan o'rganib chiqildi. Har bir viloyatdan kelgan shunday faol nuroniylarimiz shijoatli, o'zlariga shu biriktirilgan yoshlar bilan shunaqa sadoqat bilan xuddi o'zlarini farzandlaridek tarbiyalab, ularni to'g'ri yo'lga boshlab, ishsizlarni ish bilan ta'minlab, noto'g'ri yo'lga kirganlarni to'g'ri yo'lga solib, yoki bo'lmasam hunar egallash kerak bo'ladigan bo'lsa, ularni usta shogirdlikka biriktirib, o'qish davomida biron bir davomati yaxshi bo'lmay, maktablarga qatnashi yaxshi bo'lmaganlarni ularni to'g'ri yo'lga solib, yosh oilalar o'rtasidagi munosabatlarda alohida e'tibor qaratib, har birlari shunaqangi shijoat bilan ishlab kelganlar, g'oliblar o'zaro bellashyapti. Nuroniy murabbiylarning mehnatlarini rag'batlantirish, faxriylarning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlashda bu kabi tanlovlarning ahamiyati katta. Yoshlar tarbiyasiga ahamiyat berish, ularning milliy qadriyatlarimizdan keladigan odabiga qarashimiz kerak. Ularning xulqiga qarashimiz kerak. Demak, hamkorlikni kuchaytirsak, hammamiz ham keksa avlod vakillari shunga e'tibor bersak, ularning odabini, axloqini qaraydigan bo'lsak, albatta ishlarimizda bir yaxshi yakunlar bo'ladigan umid. Yangi ish uslublari kelib chiqyapti. Har kim bir izlanishda, mana hozir 4 ta viloyatda o'tgan bo'lsa, 4 tasida kelgusi yil bundan ham rivojroq, bundan ham savollar ko'proq, bundan ham demak bir natijasi yaxshiroq bo'ladigan savol-javoblar ham bo'ladi, ishga talablar ham shundan kelib chiqib bo'ladi. Ishtirokchilar 3-chi, ya'ni bellashuv shartida ham faol qatnashdilar. Unda har bir hududning o'ziga xosligi, nuroniylarning ish tajribasi namoyon bo'ldi. Tanlovning tantanali yopilish marosimida Namangan viloyati hokimi, O'zbekiston Respublikasi Senati a'zosi Shavkatjon Abdurazzoqov ishtirok etdi. Mana shu yangi O'zbekiston islohotlarini boshida mana shu nuroniylarga e'tibor, yoshlarga e'tibor juda ham katta asosiy o'ringa qo'yilganligi bugungi konkursni bir tub ma'nosini bildiradi desak to'g'ri bo'ladi. Viloyatimizda ham 2100 dan ortiq nuroniyimizga
20 mingdan ortiq o'sha tarbiyasi og'irroq bo'lgan yoshlarimizni biriktirib, ularning 90% ga yaqini tarbiyasi og'ir yoshlar qatoridan chiqarilishiga erishildi va bunda mana shu nuroniylarimizning juda ham katta hissalari bor. Viloyatimizda 330 ming nuroniylarimiz respublikamizni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishda o'zlarini hissalarini qo'shib kelishyapti. Nafaqat maslahat bilan mamlakatimizni, viloyatimizni rivojlantirishda o'zlarini hissalarini qo'shib kelishyapti. Birgina kambag'allikni qisqartirishni oladigan bo'lsak, nuroniy jamg'armasini juda ham katta hissasi bor. Biz Namanganimizda mana shu yil boshiga 7-6% kambag'allik darajasi edi. Bugungi kunga kelib yil yakuniga respublikada eng past ko'rsatkichlardan 2,3% ni tashkil etyapti. Bunda ham mana shu har bitta mahalladagi nuroniy maslahatchilarimiz o'zlarini mana shu boqimandalikka qarshi olib borgan siyosatlari, maslahatlari yoki o'sha biriktirilgan yoshlarga, biriktirilgan oilalarga amaliy ko'maklari albatta bu ko'rsatkichga ham mana muhtaram prezidentimiz qo'ygan marralarga erishishimizga katta yordam berdi. Va nihoyat hayajonli daqiqalar boshlandi. Tanlovda 10 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlandi. So'ngra 2 ta 3-o'rin, 2 va 1-o'rin sohiblari e'lon qilindi. Ularga tashkilotchilarning diplom va qimmatbaho sovg'alari topshirildi. 1-o'rinni oldim. Hozir juda ham hayajondaman. Boisi bu ko'rik tanlov nuroniylarga berilgan baho deb e'tirof etaman. Juda ham o'zimizga katta bir taassurotlarni oldik. Ish tajribamizni almashdik. Keyin kelgusi yilda qiladigan faoliyatlarimiz haqida fikrlashdik. Muhtaram yurtboshimiz mana shu biz nuroniylarga juda ham ishonch bilan mana e'tibor beryaptilar. Biz yurtboshimizni mana shu bizga bergan e'tiborlarni ishonch bilan oqlaymiz. Prezidentimizning yuksak ishonchini oqlash yo'lida fidoyilik bilan mehnat qilayotgan, mas'uliyatli vazifani sidqi dildan uddalayotgan eng jonkuyar, eng faol nuroniylarning sharafli va mas'uliyatli vazifani a'lo darajada uddalayotganliklari esa xalq farovonligi yo'lidagi islohotlarga kamarbasta bo'layotganliklari dalolatidir.